Saudiya Arabistonida ikki aka-uka onalari sabab sudlashdi. Ko'pincha odamlar qarindoshlar bir-birini sudga bersa bu meros yoki yer masalasi deb o'ylashadi. Lekin Saudiya Arabistonida bo'lgan voqea umuman boshqacha. Eshiting, qalbingiz hayajonga soladi. Qariyb yoshi ulg'aygan Hizom Al-G'amli ismli erkak o'zidan kichik ukasiga qarshi sud oldida turishga majbur bo'ladi. Ammo bahsning sababi ularning o'zaro adovati emas edi. Ikkalasi ham qarigan onalariga g'amxo'rlik qilish sharafini o'z zimmasiga olishni istardi. Hizom qat'iy turib aytdiki, onasi uning uchun butun hayotidir va u bundan keyin ham onasiga xizmat qilishni istaydi. Lekin ukasining fikri boshqacha edi. U Hizomning o'zi ham keksalashganini, hordiqqa muhtojligini aytib, o'zi esa yosh, kuchli va chaqqon bo'lgani tufayli onalariga yanada yaxshi xizmat qila olishini ta'kidladi. Sud zalida taranglik kuchaydi. Har ikki aka-ukalar sudyadan iltijo qilib, onasiga xizmat qilish sharafi aynan o'ziga nasib etishini so'rashardi. Sudya ham qaror qilish og'irlik bo'lib, u onani sudga chaqirdi va o'zi tanlov qilish kerakligini aytdi. Ammo onaning javobi hammani larzaga soldi. U shunday dedi: "Men tanlay olmayman, chunki ikkala o'g'lim ham mening o'ng va chap ko'zlarim kabidir." Onasi tanlov qila olmagani uchun sudya baribir qaror chiqarishga majbur bo'ldi. Yakunda yoshligi va kuch-quvvati inobatga olinib, onaga g'amxo'rlik qilish huquqi kichik ukaga berildi. Sud qarori e'lon qilinganda muhit nihoyatda hissiy tus oldi va Hizom ko'z yoshlarini tiya olmadi. U qo'rquvdan emas, g'azabdan ham yig'lamagan edi, balki shunchaki onalariga xizmat qilish, uning duosini olish va Alloh huzurida buyuk ajr topish imkonidan bevosita mahrum bo'ldim deya qilgani uchun yig'lagan edi. Hikoyaning go'zalligini qarang. Barchamizga shunday solih va soliha farzandlar nasib etsin. Shu duoni doimo o'qib yuring. Xayrli bo'lsin.